Men va nihoyat gaplashish uchun yig'ilganimizdan xursandman. Afsus, Minho biz bilan emas. To'g'ri. Bundan faqat men xafa emasman, shundaymi? Aslida men ham oldin buni sezdim. Nega biz faqat 8 tamiz? Men ovqat buyurtma qilgani chiqqanimda o'ylamasdan turib bizga 9 ta bering deb so'radim. Karam bizga 9 kishiga, yo'q 8 kishiga. Men hech qancha o'ylamasdan bizga 9 ta bering deb so'radim. Men endi Minho biroz dam oladi deb o'ylagan edim. Lekin u mashg'ulotlarga kelishni davom ettiryapti. Unga qarab men ham qattiqroq ishlashim kerak deb o'ylayman. Bundan tashqari u bizga raqsda ko'p yordam berdi. Ha, to'g'ri, men ham undan ko'p yordam oldim. Minho ketayotganda sizga video xat qoldirganini aytdimi? Xayrlashuvga hech narsa aytging kelmayaptimi? Video xabarni ko'ring. Bugun biz sizlarga uni ko'rsatamiz. Yo'q, bunday qilmang. Men bunga qara olmayman. Maylimi biz uyda ko'rsak? Men kulaman. 8 kishi bo'lib qolgan Stray Kids. Meni chiqarib yuborishdi. Sizlar men bilan juda ko'p ishlagan edingiz, lekin men sizlardan nimani o'rganganimni ko'rsata olmaganimdan afsusdaman. Azizchan, men rostdan ham juda minnatdorman. Rostdan, sen juda yaxshi lidersan. Mehribonjan, har doim Lenoni qo'llab-quvvatlagan. Chanbin. Biz missiyaga tayyorlanayotganimizda sen menga juda katta yordam ko'rsatding. Meni kechir. Men buni bajarishga qodir emas ekanman. Men juda afsusdaman va Jason. Pidinim menga rep o'qishni aytganida sen meni qo'limdan ushlading. Men buni hali ham eslayman. Bu uchun juda katta rahmat. Sensiz men eplay olmas edim. Bu safar men xato qildim, balki qo'limdan ushlamaganing uchundir. Men sendan juda minnatdorman. Felix. Menga keyingi safar qo'ng'iroq qilganingda umid qilamanki, koreys tilida mendan yaxshiroq gapirasan. Sen juda zo'rsan. Bittasi 2 ta bo'lardi, ikkitasi esa 3 ta. Shunday qilib ular 9 ta bo'lishdi. Hammasi uchun katta rahmat.